Assalomu alaykum. Bugun 10 fevral. Ko'chada yomg'ir yog'yapti, chaqmoq chaqyapti. Kechqurun soatimiz 8 dan 15 o'tdi. Chaqmoqni syomka qilishga ulgurmadim, lekin bu paytda quyosh panellaridan nima qilish kerak? Iloji boricha hozir bunaqa paytda quyosh panellarini o'chirib qo'ygan yaxshi. Chaqmoq tugagandan keyin yoqib qo'yasizlar. Chaqmoqni tortadi quyosh panel. Shuni uzib qo'ysanglar, har holda inverterga chaqmoqni toki kelmaydi, uzilib turadi. Zazimlina qilingan, zazimlinadan yerga o'tib ketadi. Panelning o'zini alohida zazimlinasi bor. Inverterdan aylanib o'tib ketadi shunday. Chaqmoq tugagandan keyin yoqib qo'ysanglar, ertalab yana ishlayveradi. Hozir kechqurun foydasi yo'q, buni yoqib turgandim. Chaqmoqdan zashta qilib bor-ku, endi uzovlar bor, hamma narsa bor. Chaqmoqdan zashta bo'ladi-yu, baribir har ehtimolga qarshi chaqmoqni to'ki katta baribir. Ehtiyot bo'lgan yaxshi. Menda 100 kilovat yoki 1 gigavat kattalarni qo'yganman deganlar bo'ladigan bo'lsa, ular o'chirishmaydi. Endi obычно kattaroq ishxonada bo'ladi, boshqa joylarda bo'ladi. Ularni o'chirilmaydi, ularning orasiga o'zi temir katta ustun qo'yiladi, baland bir 10 metr, 12 metr joyiga qarab turib, zazimlinaga ulangan bo'ladi. Chaqmoqni u o'ziga oladi, panelga emas, o'ziga olish uchun har qanchadir panellar orasiga o'rnatiladi. Joylashgan joyiga qarab turib, tok o'ziga tortib yerga o'tkazib yuboradi. Bu narsani qo'ygan bo'lsangiz qo'rqmaysizlar, lekin qo'yilmagan bo'lsa, qo'ydirib olganinglar yaxshi. Mana bunaqa kichkina xonadonniki bo'lsa, 50 kilovat 50 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, tinchgina borib o'chirib qo'ygan yaxshiroq.